6 kishilik daklarimiz chiqqan. Buni chiroyliligini qaranglar. 3D. Shunaqa sifati zo'r, so'shinmaydi, dog' bo'lmaydi. Joniylarni rohati bu. Keyin bizada haqiqiy turechskiy chiqadi. Haqiqiy, qalin. O'zbekistonniki emas. Hozir turklar O'zbekistonda savmesni ishlab chiqaryapti. Ular yupqa bo'ladi, qizlar. Ular juda ham yupqa bo'ladi. O'zimizniki ular. Narxida ham ancha farqi bor, lekin shu narx sotayotibdi. Bular Turkiya, haqiqiy Turkiya. Shunaqa sifati zo'r, shunaqa zo'r qizlar. Necha yil ishlatsanglar ham ado bo'lmaydi. Har oy salafan olib, o'zinglarni qiynab, salafanni alishtirgandan sizlarga esinglar ketadi. Shunaqa chiroyli high-tech rasvetkalarimiz ham bor. Har xil chiqishni boshlagan, tezda olinglar. Shunaqa chiroyli. Xohlasanglar mana bunaqa gullari bilan qilib beraman. Buni chiroyliligini qaranglar. Mazza qilib ishlatasizlar. Dog' umuman bo'lmaydi. Yosh bolaliklar salafan qilib, salafaninglar har taraf yirtilib qolyaptimi? Ana shundan qutulasizlar. Bunga salafan ham kerak emas, hech narsa kerak emas. Sud, kompot, sok, nimadir varianni to'kilsa, nam salfetka bilan shundoq artib olaverasizlar. Sifati o'ta go'zal, o'ta sifatli. Yuvib ishlataverasizlar.